Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Barchalarga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Yana bir bor. Xo'sh. Do'stlar, suv bochkalarimiz, 1 tonnali suv bochkalarimiz tayyor bo'ldi. Men sizlarga hozir qisqagina video obzorcha qilaman. Plus konteynerimiz ichiga ham kirib, chiroyli bitta videocha qilib o'taman. Hozir ko'rsataman ham. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 1 tonnali suv bochkamiz уже tayyor bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxiga nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, telefon qilaverasizlar, narxini kelishtirib beramiz. Dastavkasi ichida bo'ladi. 1 tonnali suv bochkamiz. Dastavkasiga kelishilgan bu. Kraskalar polni sepiladi, balonlar qoraytiriladi, diskalar qora sepiladi. Bochkamizda ko'k kraska, ramalarga qora kraska bo'ladi. Bu yoqda esa Amerikanga para ham qo'yib beramiz. Bu yoqda esa mini traktorlar uchun chapga, o'ngga ag'daradigan pritsepimiz tayyor bo'lyapti. Bu tomonda o'zi tayyor bo'lgan pritsepimiz mana 1 tonnali bochkamiz. Bu yoqda esa xurlovga yubkamiz esa shu materiallarni u yoqqa bu yoqqa tashiydigan chorniy aravacha tayyorlab beryapti bu yerda. Xo'sh, videomiz cho'zilib ketmasligi uchun ichkariga kiramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, mana konteynerimiz 6 metrli konteyner bu. Karavotlarimiz yig'ib sochiladigan karavot bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Boltkikalari mana shahtas yechasiz. Yana bemalol qurib, bu yoqqa bu yoqqa qilaverasiz. Xohlasangiz u tomonga, xohlasangiz bu tomonga. Elektr montajlar bo'lganmi deganlar uchun elektr montajlarimiz bo'lgan. Plastiklarimiz ham hammasi bu joy-joyida, chiroqlarimiz qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Даже bu yerda porchkalarimiz ham bor, mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana tashqarida. Xo'sh. Yana nima ketadi deganlar uchun bu yerda bu joyda mana shitlarimiz ham tayyor. Kabellar chiqarilgan. Bu yerda o'sha razdivalka deyman, shu kiyim ilaydigan, poyabzal qo'yadigan, yuz yuvadigan hamma narsa sig'adi bu yerga. Xullas kalom, buni ham narxiga keladigan bo'lsak, buni ham narxi aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol kelishtirib, dastavkasi ichida qilib beriladi. Xudo xolasa. Bu konteynerimizni xo'sh, tagida buni prinsipi bor-da, u prinsipi bilan birga emas, bu narxini olsa. Prinsipini ko'rishlaringiz mumkin mana. Prinsipi alohida summa bo'ladi. Prinsipning narxi boshqa bo'ladi. Prinsipning narxi mana ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol bilan ko'rsataveramiz. Hech qanaqangi yashiradigan sir joyi yo'q mana. Balonlarimizni qoraytirib, chiroyli qilib diskalarimizni seriy, balonimizni qora qilib sepib qo'yganmiz. Xo'sh, aziz obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Eplab yurmaysizlar. Endi ro'zamiz ozgina charchov bor. Endi qo'limizdan kelganicha sekin-sekin qimirlab turibmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.